Orqa balonning burilishini qarang, orqa balonni. Ha, gap yo'q. Lekin mana uni hech balasi qilmaydigan joydan o'tib ketdilar. Amtki mashinasini navob qo'yib qo'yishgan ekanda. Orqa balon burilishini qarang. Gap yo'q lekin. Chiroyiga qarang. Ana o'rislarning Aurusiga, Rolls-Royce'ga tortadi. Nikkel juda ham ko'p. Diskalaridan tortib, hamma yog'iga podnoshkalar chiqib turibdi. Mana звездный nemani qaranglar, звездный nemani. Mana qaranglar, o'zi ochilyapti. Zo'r. Orqalarini bitta ko'rsatdik, keyin ichiga o'tamiz. 87 mingga olibdilar. Bitta Zikr 9X konkurenti, endi u 100 mingdan oshiq mashina. Voy, mana kinopkani qarang. Mana atamankaniki, hop, mana nimaniki unda. Mana nimaniki, spinka, mana sidinani chiroyi. Oke, mana shu rangi yaxshi ekan. Mana shu salon rangi mashinasi zo'r ekan. Granat deydimi buni? Rubin. Voy. Mana ko'ja ham bor, naturalniyda qarang. Alcantara ishlatibdi. Ochki qo'yadiganlarni poplab qo'yibdi. Televizori kattaroq ekan. Mana bu yerda displeylar qo'shibdi. Mana qaranglar, displeylar qo'shibdi. Orqada sidinalar bor. Head-up displey bor, mana head-up displey. 87 mingga olgan bo'larmidingiz? Samarqandliklar o'radi, endi Samarqandliklarda pul ko'p. Men Samarqanddaman hozir. Mana modelkalarni ham yorib qo'yibdi bor-ku. Voshni neobычный ishlab qo'yibdi. Biz u 9X olgandan 87 mingga mana shu mashinani chiroyiga qaranglar. Chiroyli ekan-a? Gap yo'q, voya qoyil qoldim lekin. Like bosib qo'yarsiz? Chiroyli mashina ekan. Range Rover'ga o'xshatib qo'ygan-a yon tarafini. Disklari ham nikkel. Chiroyli ekan, aka, chiroyli ekan. Buyursin, brat.